Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil fevral, 7-fevral 2026. 8-fevral ayam tug'ilgan. 8-fevral ayam tug'ilgan kuni. Kechqurun soat 7lar bugun. Mana bu yerda ko'ring. Qarang qanday katta siygan. Mustafa? Ha, bittasiga. Mustafa. Buni qara, Mustafa. Bunga kim siygan? Uyat emasmi? Ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi? Uyat emasmi? Nimaga uyat bo'ladi? Shuncha katta qilib siyasizmi? Siygan uyat bo'lmaydimi? Siysa ayaya bo'lmaydimi? Katta bor. Aya bo'lmaydimi? Mana ko'ryapsiz-a? Mustafa, ko'rding-a o'zing? Uyat emas deding-a? Siyaverasan, eslab qo'y, yaxshilab. Ko'ryapsizmi qancha katta qilib siygansan? Qaysi ishtanga siyding, Mustafa? Qaysi hali ishdan siydikmi? Qaysi ishtanga siyding? Qaysiga siyib qo'yding? Qaysi ishtanga? Bunaqa siyib qo'ydingmi? Bunaqa? Ko'rib turganlaringizdek o'zi tan olyapti. Men siyganman deyapti, uyat emas dedi. Muhimi tan olyapti-ku. Shunchalik ham siyadi. Bunda qanday yotamiz? Hozir yotish kerak, уже choy-poylar-chi. Kech bo'ldi. Soat 8. Endi bu qurimaydi. Yerda yotamiz-da. Ha, Mustafa, endi yerda yotamizmi o'g'lim? Endi yerda yotamizmi? Ho'l ko'bir. Yotamiz-da. Qayda yotamiz? Qayda yotamiz o'g'lim? Boshqa iloji yo'q, yotamiz endi. Siyib qo'yibsan nega uni qara. Uyat emasmi o'g'lim? Shunchalik ham katta siyadimi? Sen siydingmi? Ha, hozir aytdim-ku o'zim. Ya qaytadan bir qaytasiz. Kim siydi buni? Endi siyga o'tib qoldi. Bo'ldi, ayib bo'lib qoldi. Ayaya bo'ldi-da. Ayaya bo'ldi, ha? Bilmay qolding-a? To'g'risini. Esingga uxlab qolgan payt siyib qo'yibsanmi? Ha. Uxlab qolgan payt siyib qo'yibdi. 2 yoshdan bilasan-a? 2 yosh. Mustafa seni kim uxlatdi? Abidda. Abidda kim uxlatdi? Xola. Ana xola, Anara xola. Anara xola uxlatdi. Bo'pti. Xayr. Paka de.